Endilikda barcha gilamlarimizni Samarqand narxlarida xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni do'konimizni 1 yilligi ochilgani munosabati bilan do'konimizda 4-avgustdan 14-avgustgacha katta mega chegirmaga start berdik. Narxlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting, yo'qotib qo'ymang. Misol uchun Ipay nomli metrli gilamimizni bir boshdan tanishtirib o'taman. Eniga 4 metrli, oldingi narxi 1 metri 420 ming so'm sotilgan, hozir 1 metrini 335 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Buni eni 3, 3,5, 4 metrli razmerlari bor. Sizlar xohlagan razmerda kesib, tikib, o'rnatib beraveramiz. Mutlaqo bepul. Bu tomonda Eron nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli variantlari, bu ham 2 xil tomondan qalin sebbob metrli gilam hisoblanadi. Endi 4 metrlikni 1 metr narxi oldin 520 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 446 ming so'mdan xarid qilsalaringiz bo'ladi bemalol kelib. Xo'p, navbatdagisi Tehron nomli metrli gilamlarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 1 metr 600 ming so'm sotilgan qalin metrli gilam, hozir chegirma narxida 550 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda xuddi shuni 3 metrli variantlarni ko'rishingiz mumkin, 3 xil dizayndagisini. Endi 3 metrligini oldingi narxi 530 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxini 430 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Qalinligini ko'rsatib o'tib ketaylik. Puliga arziydigan narsa mana qalin. Qalin. Mana haqiqiy qalin metrli gilam hisoblanadi. Keyingisi Taj nomli metrli gilam hisoblanadi. Mana 2 xil to'g'lanuvchan qalin bu ham. Sifati juda a'lo darajada eng qalin metrli gilamlar toifasiga kiradi. Eniga 3,5 metrlik 1 metr narxi 700 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxini 550 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi bemalol kelib. Xo'p, bir boshdan oxirigacha yetkazib beraylik, keyin bu tomonni tanishtirib o'tiramiz. Keyingisi mana bu ilingan variantlar, bular 2 xil to'g'lanuvchan Eron nomli metrli gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 450 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxini 390 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi tepadagisi Toj nomli gilamimiz, eniga 3,5 metrli, 1 metr narxi oldingi 700 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 630 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi kelib bemalol. Bu tomonda xuddi shu variantlarda endi 4 metrli variantlar. Mana Taj nomli metrli gilamimiz, eniga 4 metrli, 1 metr 800 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 630 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Tepadagisi Toj nomli metrli gilamimiz, eniga 4 metrli, oldingi narxi 800 ming so'm sotilgan, 1 metr narxi hozir 720 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda tayyor gatoviy sebbob gilamlarimiz hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularni 1 kvadratni aytib ketaveraman. Razmerga kalkulyatorga tushsa chiqaveradi. Bularda 1 kvadrati Toj nomli gilamimizni 200 ming so'm sotilgan, hozir 180 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Yonidagisi Tehron nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz 190 ming so'm edi, 160 ming so'mga tushirib qo'yganmiz tayyor gatoviy gilamlar. Keyingisi Taj nomli gilamimiz, mana ko'rishingiz mumkin. 200 ming so'm edi kvadrati, 160 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Ya'ni 3,5 ga 5 ni hisoblaydigan bo'lsak, mana hozir kalkulyatorga hisoblab beraman. Ko'pchilikning razmeri 3,5 ga 5 bo'ladi-da. Shuning uchun 3,5 ga 5 ni hisoblab beryapman. 2,800 ming so'mga tushadi. Bu ham 3,5 ga 5 lari. Bularda 4 ga 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xohlagan razmerlari bor. Matdan tortib mana yetgacha Eron nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 kvadrati 125 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 110 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Buni ham 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Bularda ham narx tushunarliroq bo'lish uchun bularda ham 3,5 ga 5 ni hisoblab beraman. 3,5 ga 5 1,950 ming so'mga tushadi. 2,600 2,700 ming so'mga sotiladi o'z bozorlarda. Keyingisi Ipay nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz mashetgacha kvadrati 110 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 90 ming so'mga tushgan. Buni ham 3,5 ga 5 1,700 1,800 ming so'mgacha sotilgan, chegirma narxida 1,400 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ro'zg'orbob gilamda 4 ta 5 tasini o'rab qo'yishgan bolalar ko'rishingiz mumkin. Bularning kvadrati 43 ming so'mga tushgan. 3,5 ga 5 700 ming so'm bilan 750 ming so'm oralig'ida tushadi. Buni ham 3 ga 4 razmerda 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, bu tomonda Ipay Champion nomli metrli gilamimiz, endi 4 metrli varianti. 4 metrlikni 1 metr 290 ming so'm sotilgan, hozir chegirmada 249 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. 6 xil rasvetkasi bor. Xohlagan razmerda kesib, tikib o'rnatib beramiz. Xo'p, bu tomonda ro'zg'orbob
metrlik gilamda daroshkalari mana ko'rishingiz mumkin. Endi 80ligi 40 ming so'm sotilgan 34 ming so'mga tushgan. Endi 1 metrligi 50 ming so'm sotilgan 43 ming so'mga tushgan. Endi 120liklari 60 ming so'mdan sotilgan 52 ming so'mga tushgan. Foydalanib qolinglar. 4-avgustdan 14-avgustgacha. Ochilganimizga 1 yil bo'libdi. Roppa-rosa 3-avgustda ochilgan. Shuning uchun 4-avgustdan skidkani e'lon qildik. Bu tomonda yagona nomli metrligilarimiz ko'rishingiz mumkin. Endi 3,5 1 metri 320 ming so'm sotilgan. Chegirma narxda hozir 275 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda Ipay nomli 2 xil tomondan qalin metrligidan hisoblanadi. Eniga 3,5 metrligi 370 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 312 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi bemalol kelib. Xo'p, bu tomonda mana hozir narada Eron deganimiz 4 xil rasvetkasi 110 ming so'mdan. Bu yerda yagona nomli gilamimiz. Xo'p. 3 ga 4 razmerda, 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham 91 ming so'mdan 80 ming so'mga tushirib qo'yamiz kvadratlarni. Bularda ham hamma razmerlari bor. Xo'p, bu tomonda endi mana narada ko'rsatib o'tgan Champion nomli metrli gilamni, endi 3,5 metrli varianti 1 metr 250 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxda 215 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Bu tomonda endi mana ro'zg'orbob gilam so'raganlar uchun eniga 3,5 metrli 160 ming 170 ming so'mgacha sotilgan, hozir chegirma narxda 145 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Buni eniga 80 santimetrdan tortib endi 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, bu yerda eni 2,5 metrlik mana xuddi shuni mana matga yopishtirishib qo'yibdi hozir. 125 ming sotilgan, 108 ming so'mga tushgan mana. 2 metrlik 100 ming so'm sotilgan, 85 ming so'mga tushgan. Bu yerda mana Ipay nomli metrli daroshkalarimiz endi 80ligi 80 ming edi 70 mingga tushdi. 1 metrlik 100 ming edi 90 ming so'mga tushdi. 120ligi mana 120 ming edi 110 mingga tushdi. 1,5 metrligi 150 ming edi 135 ming so'mga tushdi. 2 metrligi 200 ming edi 185 ming so'mga tushdi. Bular hammasi chegirmaga tushgan variantdagi narxlar. Foydalanib qolinglar. Mana bu tomonda mana hamma daroshkalarga chegirma berilgan mana. Endi 80lik mana 60 ming so'm sotilgan, 50 ming so'mga tushirganmiz. 70 ming so'm sotilgan, 60 mingga tushirdik. 120ligini 81 ming sotganmiz, 70 ming so'mga tushgan. 1,5 metrligi 103 ming so'm sotilgan, 90 ming so'mga tushgan. 2 metrligi 135 ming so'm sotilgan, 125 ming so'mga tushirganmiz. 2,5 metrlik 170 ming sotilgan, 155 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Xo'p, bu tomonda endi yagona nomli metrligilarimizni daroshkalarini ko'rsataman. Mana 2,5 metrlik 230 ming edi 215 mingga tushdi. 2 metrlik 185 ming edi 175 ga tushdi. 1,5 metrlik 136 ming edi 136 ming edi 126 mingga tushdi. 120lik 110 ming edi 100 mingga tushdi. 1 metrlik 91 ming edi 81 mingga tushdi. 80lik 70 ming edi 63 ming so'mga tushdi. Eron 80lik 100 ming edi 88 ming so'mga tushdi. Eron 1 metrlik 125 ming edi 111 ming so'mga tushdi. Eron 120lik 150 ming edi 133 ming so'mga tushdi. Eron 1,5 metrligi 187 ming edi 166 mingga tushdi. Eron 2 metrligi 250 ming edi 220 ming so'mga tushdi. Eron 2,5 metrligi 320 ming edi 278 ming so'mga tushdi. Daroshkalarni qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdim. Ro'zg'orbob daroshkalarni ham bir qator tanishtirib o'tdim hozir. Endi yagona nomli gilamimizni endi 4 metrli varianti 380 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 315 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu tomonda yana mana Eron nomli tayyor gatoviy gilamlarimizni, metrli gilamimizni endi 3 metrligi mana 400 ming so'm edi, 335 ming so'mga tushgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Do'konimiz 100% tanishtirib o'tdim. Ulgurib qolinglar. Mega chegirmamizdan foydalanib qolinglar. Yana muddatini aytib o'taman. 4-avgustdan 14-avgustgacha amal qiladi bu narxlar. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan umumiy gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.